Assalomu alaykum hammaga, naslli mol ishqibozlariga. Bitta mana 4 dona buqamiz bor, bularni ko'rsatib o'taman hozir. Bugun hafta kuniga yakshanba. Ikkita angusimiz bor mana. Bitta bunaqa semental buqamiz bor. Semental buqamiz bular paltarashga tish buzmagan, bu ham hali tish buzmagan. Mana ko'raverasizlar. Mana bu uchtasi bir xil. Bo'ylari 1.20 atrofida, 1.15, 1.20 atrofida bular. Bular ham paltarashga mana 300 kilo nari beri живой vesi bo'lsa kerak. Aytib o'tamiz. Mana angus ham juda yo'g'on narsa. Keyin mana bunisi mana ko'rishlar mumkin. Tak. Toza angus bu. Ustaligi. Mana bittasi kalmik yonida esa. Mana bitta yana bitta angusimiz bor mana. Gibrid angusimiz bor mana. Qo'ng'ir. Juda chiroyli, sifatli narsa. Mana. Abi kattasi где-то bo'yi 1.35, 1.40 bo'lsa kerak. Sementalimiz. Tish buzmagan bu ham. Bu ham paltarashga bu ham. Narigi uchovisi yoshiga to'lib o'tgan ular. 1 yoshdan yuqori, mana bu 1.5 yoshdan o'tgan, bu 2 yoshga qarab boryapti. To'rtovsini bitta joyda olaman deganlarga chiroyli narx qilib beramiz. Mana bu vesiga kelib o'tsa, где-то 600 kilo atrofida mana bu kattasi. 600 kilo atrofida to'rtovsini bitta joyda olaman deganlarga 25 million so'mdan 100 million so'mga berib yuboramiz. Quyuq suyug'iga mana. Angusni o'zi mana bunday mana unaqa anguslarning o'zi hozir narx-navosi 25 million atrofida sotilyapti. Ko'rishlar ham mumkin 24-25 millionga kichkina anguschalar sotilyapti. Bu lekin lekin ancha katta narsa bu. Mana o'ta yo'g'on narsa. Mana toza angus. O nargisi bilan burjuk qilib olsa ham bo'ladi, u mana bu bilan. Mana shu bilan. Yoki uchovini bitta tashlab qo'ysa ham bo'ladi. Uchovsini alohidagi. Kalmik ham tuyoqlari chashkalarli bunaqa katta bo'ladigan mol, har qoldisi bir xil. Paltarashga bo'lib qolgan o'sha pashta. Endi mana ko'rishlar mumkin, bu o'ta sifatli narsa bu ham. Hali badani bo'sh, boqiladigan. Tuyoqlar mana. Hamma yo'q joyida. Telefon qilib chiqaverasizlar. Manzil Qo'qonda, Naymansoyda. Oyda boshiga xudo xolasa patsos buqachalarimiz keladi. Oyda boshiga patsos buqachalarimiz keladi. 170 bosh, 165 bosh keladi. Optimiga ham beramiz. Rozitsa ham sotiladi. Juda chiroyli narxlarda qilib beramiz optimiga. Foydalanadigan qilib olib kelib beryapmiz. O'tgan safar ham bir mashinasini berib bordik. Bu safar 3 ta furada kelyapti. Dokumentlari shu 30-kuni tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Yo'lga chiqishadi bu yoqqa. Mana. Qiziqqanlarga, so'raganlarga podelitsiya qilib ko'rsatib qo'yaverasizlar. Mana bu ikkovsini tashlab qo'ysa ham bo'ladi alohida. Mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.